Mahoratli aktrisa Dilnoza Kubayeva Hordiq gazetasiga bergan intervyusida o'zining shaxsiy hayoti, tuyg'ulari borasidagi savollarga ham aniqlik kiritdi. Birinchi muhabbatingiz kim bo'lgan degan savolga aktrisa shunday javob qaytardi. Birinchi va haqiqiy muhabbatim ham rahmatli turmush o'rtog'im bo'lgan. Chunki nikoh muqaddas rishta. Alloh nikoh orqali juftlikni bir qilsa, bunda boshqacha hayot bo'ladi. Rahmatli turmush o'rtog'im juda ham xokisor, oddiy va samimiy inson edi. Ayol kishi uchun Allohdan keyingi aziz inson uning eri hisoblanadi. Shuning uchun jufti halolimni nihoyatda e'zozladim, qadriga yetdim. Turmushimiz davomida 2 yil hech qanaqa filmlarga qatnashmadim. Faqat erimning roziligi bilan yashadim. Ammo shum taqdir bizni ayirdi. Yosh edi, 30dan endi o'tganda vafot etdi. So'nggi daqiqalarda ham mendan minnatdor bo'lib, onangga rahmat dedi. Bugun o'g'limning oldida yuzim yorug', vijdonim toza. Uning ko'ziga bemalol qaray olaman. Farzandimdan hech narsani berkitmayman va otasi haqida to'g'risini aytganman. Oila qurgan damlarimda juda sabrli bo'lgan ekanman. San'atni tashla deganlarida rad etmasdan san'atdan uzoqlashdim. Qo'limdan kelgani shu edi. O'limidan oldin shifoxonada yotgan paytida ham emizikli chaqalog'imni onamga tashlab kecha-yu kunduz yonida bo'ldim.